UFC kamari qancha turadi deb hech o'ylab ko'rganmisiz? Sportski ma'lumotlariga qaraganda, kamarni yaratish uchun taxminan 2 funt oltin kerak bo'ladi. Ammo oltin bu ajoyib kamarlarni yaratish uchun ishlatiladigan yagona material emas. Teri tasmalari chidamlilik va uslubni birlashtirgan ajralmas komponentlardir. Kamarning yuza qismidagi 8 ta bayroqlar UFC chempionlari bo'lgan dastlabki 8 ta davlatni ifodalaydi. Kamar taqilganda o'ng tarafidagi alohida qismiga chempionning ismi yoziladi va uning bir ostepa qismida vatanining bayrog'i joylanadi. Atrofidagi toshlar esa chempion tomonidan qo'lga kiritilgan har bir unvonni himoya qilish uchun qimmatbaho qizil toshlar o'rnatiladi va bu kamarning qiymatini yanada oshiradi. Haqiqiy UFC chempionlik kamari $330,000 atrofida va bu narx sportchining shon-shuhrati va reytingiga qarab ham ko'payishi yoki aksincha bo'lishi mumkin. Kamarning qiymati unvonni himoya qilish soniga qarab ham oshadi. Garchi biz kamarning qiymati haqida o'ylayotgan bo'lsak-da, haqiqiy UFC chempioni bo'lishni orzu qilgan inson uchun bu asli bebahodir. Ushbu videoni chempion bo'lishni orzu qiladigan do'stingizga jo'natib qo'ying.